Temuriy malikalar. Tegina begim. Islom ilmlari bilimdoni Ubaydulloh ibn Toj ush-Shariya al-Buxoriyning qizi, Amir Temurning onasi. O'ljoy Turkan og'a. Amir Temurning xotini, Jahongir Mirzoning onasi, Amir Qozig'onning nabirasi. Ko'p holatlarda u Soqixronga hamrohlik qilgan. Saroy mulk xonim. Bibi xonim nomi bilan tanilgan Amir Temurning xotini. Saroy mulk xonim Mo'g'ul xonlaridan Qozonxonning qizi. Saroydagi ishlar, ilm-fan rivoji va xayriya jarayonlarida faol qatnashgan. Gavharshod begim. Gavharshod begim Amir Temurning nufuzli lashkarboshlaridan G'iyosiddin Tarxonning qizi, Mirzo Shohruxning rafiqasi. O'z zamonasining yetuk bilimdon shaxslari Mirzo Ulug'bek, Boysung'ur Mirzo va Muhammad Jo'ki Mirzoning onasi. Gavharshod begim o'zining shaxsiy muhriga ega bo'lgan va davlat ishlarida o'zi qarorlar qabul qila olgan. Qutlug' Nigor xonim Umar Shayx Mirzoning xotini, Zahiriddin Muhammad Boburning onasi. Chig'atoy va Mo'g'ul zodagonlari sulolasidan bo'lib, Boburning siyosiy shakllanishida muhim rol o'ynagan. Xonzoda begim Bobur Mirzoning opasi. Sulh evaziga Shayboniyxon bilan turmush qurgan. Keyinchalik Temuriylar saroyida katta hurmatga ega bo'lgan. Gulbadan begim. Gulbadan begim Zahiriddin Muhammad Boburning 3-qizi. Markaziy Osiyoda o'rta asrlardagi yagona ayol tarixchi. Humoyun nomi nomli muhim tarixiy asar muallifi. Zebiniso. Zebiniso begim Boburiy shahzoda Avrangzeb Olamgirning qizi. Uning onasi Gulbadan begim avlodlaridan bo'lgan. Ilm, ma'rifat va she'riyat bilimdoni. Undan hozirgi kungacha 8000 misradan iborat devon, 5 tarjiband, 1 muhammas va 7 qasida yetib kelgan.